Yil yakunida arzonchi, sifatli gilam qidirganlar bo'lsa, mana hozir xon gilamga kelganmiz. Mana kech bo'lishiga qaramasdan tovarlar kelyapti. Klientlarga zakaslarini tayyor qilib berishyapti. Bu do'konda katta chegirmani e'lon qilishdi, ya'ni 10-dekabr sanasidan 10-yanvar sanasigacha gilamlarni katta chegirma narxlarda xarid qilish imkoniga ega bo'lar ekansiz. Demak, diqqat bilan kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga narxini birma-ketdan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar, tuzingmisizlar? Charchamasdan. Uka, endi gilamlaringizni bir qator tanishtirib o'ting. Avvalo hamyonboblaridan boshlaymiz. Bo'ldi aka, mana. Narxlari oldingi narxi qanaqa, hozirgi narxi qanaqa bir qator ko'rsatib o'tsangiz. Hop. Hamyonbop gilam eni 3,5 metr, endi nomi Xan. Avvalgi narxi 180 ming, 195 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi narxi 140 ming so'mdan. Yana bir ipakli gilamimiz. Turkiya savmesni. Buni ham eni 3,5. Avvalgi narxi 250 ming, 265 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi narxi 192 ming 500 so'mdan. Skidka narxida. Buni yana 3 metrligi 225 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi narxi 165 ming so'm. 4 metrligi 300 ming so'mdan oshiq sotilgan. Avvalgi narxi, hozirgi narxi 220 ming so'mdan. Bu ham qalin gilamlardanmi? Qalin, ipakli, ipi mayin bo'ladi. Yaxshi. Baxmalli gilamlar ko'ramiz. Yosh kattalar sevuvchi. Mana ko'rinishi ham o'ziga tortuvchi ekan. Ha, yonib turadi. Eni 3,5, avvalgi narxi 220 ming so'm, 230 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkali narxi 175 ming so'mdan. Buni ham eni 3,5, 4, 3 metrliklari bor. Hamyonbop gilamning eni 4 metrligi. Avvalgi narxi 220 ming so'm, 230 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkali narxi 160 ming so'mdan. Ya'ni kvadratini aytyapsizmi? Yo'q, 1 metr. 1 metri. Kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lar ekan. Aha, kvadrat metri 40 ming so'mdan. Hozirgi aytilgan narxlar 1 metriga narxi hisoblanadi. 1 metrga hisoblanadi. Bu tomonda qalinlari bor. Hazar albatta like bosib kuzatishda davom etinglar. Mana bulari. Qalin ko'jali gilamlar. Nomi yagona. Avvalgi narxi 385 ming so'm, 400 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 262 ming 500 so'mdan. Buni endi 4 metrliklari ham bor. Yaxshi. Mana 4 metrliga. 4 metrligi narxi avval 440 ming, 450 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 300 ming so'mdan. Keyin ipakli gilam. O'zi nomiga asosan endi 4 metrlik. Nomi ham ipak. Avvalgi narxi 480 ming, 500 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 336 ming so'mdan. Buni ham yana 3 metrligi bor. Mana 3 metrligi. Avvalgi narxi 360 ming, 400 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 252 ming so'mdan. Endi 3 metrligi. 3,5 ligi ham bor. Ko'rsatib o'taman 3,5 ligini ham. Yana 3,5 metrlik. Avvalgi narxi 420 ming, 450 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkali narxi 294 ming so'm. Iplari mayin, zichligi zich. Yaxshi, har xil rasvetkalardan bor ekansizlar mana. Har xil kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Razmer va rasvetkalari bor. Ipakli gilamda qalinni so'raganlar uchun. Yana 3 metrlik. Nomi Eron. Ipa Turkiyadan olib kelib, O'zbekistonda to'qilinadi. Avvalgi narxi 405 ming so'm, 420 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 300 ming so'mdan. Buni endi 3,5 ligi narxi, hozirgi narxi 350 ming so'm, 500 ming so'mgacha sotilgan 1 metr. Endi 4 metrligi narxi avval 540 ming so'm, 550 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 400 ming so'mdan. Buni ham hamma razmer va rasvetkalari bor. Yaxshi. Bu tomonda tayyor gilamlarni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni xalq tili bilan aytganda Gatoviy gilamlar, ha. Ularimiz 2-qavatda. Hormanglar akalar. Charchamayapsizlar? Kechib Barakasini bersin aka. yuqori qavatimizda gatoviy gilamlar. Bu gilam qalin, ko'jali, popili. Avvalgi narxi 1 kvadrat metr 100 ming so'm, 120 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 75 ming so'm. Ipakli gilam so'raganlar uchun bu ham gatoviy. Avvalgi narxi buni ham 100 ming, 120 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi skidkadagi narxi 84 ming so'm, 1 kvadrat metr.
Eron nomli gilamimizni gotovisi, tayyor gilami. Buni ham har xil gullari bor. Tanlab olasiz kelib. Buni avvalgi narxi 130 ming, 150 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi narxi 100 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Qalin gilam so'raganlar uchun gullari tiniq, tuki ham baland, ko'jasi, popilari bor. Buni avvalgi narxi 160 ming, 150 ming so'mgacha sotilgan. Hozirgi narxi skidkada 110 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Ko'rishingiz mumkin, gilamlarning assortimentidan muammo yo'q. Aksiyamiz muddati chegaralangan. 10-dekabrdan boshlanib 10-yanvargacha ulgurib qoling. Barchangizni xon gilamda kutib qolamiz. Azizlar, xuddi shunday katta chegirma narxda gilam xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ukamiz aytib o'tgandek, chegirma muddati cheklangan, ya'ni 10-dekabr sanasidan 10-yanvar sanasigacha bo'lib o'tadi. Bemalol xon gilamga kelib, o'zingiz xohlagan gilamlarni arzon narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta videoga like bosib, xuddi shunday arzonchi gilam qidirib yurgan yaqininglarga ulashib qo'yishni unutmanglar. Manzilini eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Istirohat bog'ini yonida joylashgan. E'tibor uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'linglar.